Bilaman, jahon chempionati endigina tugadi. Oldinda bizni klublar futboli kutib turibdi. Lekin mening xayolim Euro 2028 da. Ishoning, bu turnir oddiy Yevropa chempionati bo'lmaydi. Aynan ushbu turnirdan boshlab klublar futboli o'z o'rnini yana terma jamoalar futboliga qaytarib beradi. Tasavvur qilib ko'ring, Fransiyani endi Zayniddin Zidan maydonga boshlab tushadi. Germaniyaga Yurgen Klopp keldi. Italiya ularga so'nggi sovrinni olib bergan Roberto Mancinini ortga qaytardi. Portugaliya Al Nassrni chempion qilgan Jorge Jesusni tanladi. Belgiya esa kuchli murabbiy bo'lib yetishi kutilayotgan Mark van Bommelga ishonch bildirdi. Zora, bu tomonda esa so'nggi Yevro va jahon chempioni bo'lgan Ispaniya ketma-ket 3-yirik turnirida g'olib chiqmoqchi. Thomas Tuchel jahon chempionatidan so'ng o'z xatolaridan xulosa chiqardimikin? Nahotki Angliya uzoq kutilgan o'z uyida bo'lib o'tayotgan yirik turnirda g'olib chiqa olmasa? Hali yoqimtoy Norvegiya-yu alamzada Turkiya ham bor. Yana Argentinani qiynagan Shvetsariyani ham unutmaslik kerak. Taxminimcha final Zidanning Fransiyasi va gegemon Ispaniya o'rtasida bo'lib o'tadi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatishni istasangiz, menga obuna bo'ling.